Savolimiz Ulug'bek Rasulov nomidan kelgan. Hurmatli ustozlar, dehqonchilikdan beriladigan ushurni masjid uchun bersa bo'ladimi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Demak, ushur yerdan chiqqan mahsulotlarning zakoti hisoblanadi. Demak, dehqonchilik qildi, bog'bonchilik, bog'dorlik qildi, undan mahsulot oldi. Olgan mahsulotidan yo 10dan 1 yoki 20dan 1 beradi. Lalmi yerlar, hech qanaqa sug'ormaydigan, ortiqcha mehnat talab qilinmaydigan, tashqaridan pulga suv tortib olib keladigan joylar bo'lmagan yerlarda yetishtirilgan barcha mahsulotlarga 10dan 1dan, o'sha mahsulotlarning 10dan 1ni ushur qilib, zakot qilib berishlik vojib. Bordi-yu, demak, suvni pulga sotib olish kabi mashaqqatlar bilan yetishtirilgan mahsulotlarni esa, demak, 20dan 1, ya'ni umumiy mahsulotni 5%ni, yerdan chiqqan mahsulotning 5%ni kambag'al, beva, bechora, muhtojlarga berishlik kerak bo'ladi. Ushurning hukmi zakotning hukmi bilan bir xil. Ya'ni zakotni kimga berish mumkin bo'lsa, ushurni o'shanga beriladi. Bir xil ikkalasini masalasi. Endi savolda so'ralganidek, ushurni masjid qurilishiga, ko'prik qurishga, maktab qurishga, yo'l qurishga kabi ishlarga ishlatish joiz emas. Agar mabodo shu maqsadlarda ushurni ishlatib qo'yilsa, demak u ushur beruvchining zimmasidan soqit bo'lmaydi, uni qaytadan ikkinchi marta ushur qilib berishligi kerak bo'ladi. Mana shu narsaga juda ham ehtiyot bo'lish kerak. O'sha Al-Lubab fi sharh al-kitabda Abdul G'ani al-Maydani buni alohida ta'kidlab, ushurni masjidlarga ishlatish joiz emas deb qat'iy ta'kidlab aytganlar. Mana shuni bilish kerak. Zakot ham xuddi shu. Zakotning ham masjidlarga yoki umumiy xalqning manfaatiga yetadigan narsalarga ishlatish joiz bo'lmaydi. Ba'zi bir kishilardan eshitib qolamiz, ushur yoki zakotni mahalladagi masjidga yoki mahalladagi demak bir birovning ko'chasini remont qilishga yoki shunga umumiy manfaatlar uchun qo'llanadigan narsalarga ishlatib yuborganlarni eshitib qolyapmiz. Bu joiz bo'lmaydi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak, chunki bu ibodat bu. Dinimizning 5 ta ruknidan bittasini ijrosi bu. Ana shu ijroda unga xalal beradigan noto'g'ri joylarga sarflab qo'yishdan ehtiyot bo'lish kerak. Allohu a'lam bissavob.